O'rta glavvrachimiz zo'r narsani o'rgatib qo'ydi. Xotinim nima desam qilyapti, aytganimni qilyapti. Nima narsa ekan u? Onasi lamo yegim kelib qolibdi. Lamo qo'yar. Lag'mo, adasi qachon xamir qilaman? Ana, masofa qilib qo'yaman. Boshimni ortmang. Voy yuragim. Voy. Adasi? Erizlarning yuraklari chatoq, ruhiy bosimdalar. Eriz nima desalar xo'p deb qilishingiz kerak. Hamma aytganlari nima? Hamma aytganlarni, Romeo nimaga o'lib qolganini bilasizmi? Yo'q. Julietta aytganini qilmagan, Romeoning yuragi siqilib o'lib qolgan. Erizga yaxshilab qarang, nima desalar xo'p deng. Lamo qilgan dedim, ha? Adasi, kechqurun 9 bo'ldi. Qanaqa bilan qilaman? Voy, yana ushlab qolsaklar yurib. Mayli, adasi, hozir qilaman. Va alaqsi bitta zuvali nordan qo'yar. Ish berdi. Ona, kuyovingiz yuraklari kasali bir marta gapiradilar. Anakonda. Bo'ldimi? Sal yana urib bordi bitta. Yalmog'iz. Xudomas ekansiz. Bu qizingizga gap o'rgatganlaringiz uchun edi qaynonajon. Yoshligim, ha. Ha, dajonisi, sinfdoshlaringizni eslab o'tiribsizmi? Ha, shunaqa onasi. Mana Asal degan qiz bor-ku, shu bilan bitta partada o'tirganmiz. Birinchi muhabbatim bo'lgan. Ha, bola chaqali bo'lib ketgandir-a. Shu bola chaqali bo'lmadi-da, ajrashibdi, yolg'iz ekan hozir. Ha, ajrashibdimi? Ha, hali bitta o'zi so'qqa bosh bo'lib qopti. Ha, olib beraymi dadajonisi? Ha, olib ber. Mana yuragim ham yaxshi bo'lib ketsa kerak menimcha. Mana olib beraman.